Özünüz neçə yaş girdiniz aka? 68 kızım. O'stiribsiz lekin. Ayolunuz tugab ketgan. Nechilik oldu aka tugab ketgani? Tugab ketgan 8 yıl oldu. Nechi bola bor aka? İkisi birisi tugab ketdi, birisi bor. Ananki yana bir bola aka, yana bir bola bilakka o'tiribdi. Atirchilik jani tuvatadi. Aytım saytari putarchilik. Qanday say aka o? Dasay, Tetinga. Chingsayga degandek. Hamda aka hozir 60 necha yosh kirib turibman, endi shu yana bal qo'yolmay say terib, narsadan terib sotasiz. Şu 50-60 koyluq sodu qildi ekanman. Haqni uyga mashta anjur narsadan terib bak, ishvatsiz barisiz chiqib. Nech pul birimiz ishlab berayapsiz? Aka o ayolimiz birak kasal bilan ketib qolganmi ya? Bala yurib qolgan ekan, shu balani ochiq yutyapti deb. Bir gap tushunolmadim. Ayolunuz tugab ketib bo'lib, ananiki bola tugab ketdimi yo bola tugab ketib, Bala tugab ketganiga, anasi tugab ketgan. Ha, ikkinchi o'g'il. o'g'lingiz tugab ketib, oshining ich pushqadan onasi ketib qoldi endi. Ochiq yutyapti deb. Ich pushq yomon aka. Uyda yolg'izmisiz? Yolg'iz. Yolg'izlik yomon aka. Uyda tomoqning ishini chi aka? Tuxumdagi go'shtlar tutani qo'rqoq shu kuni muzda bo'zab qolib baland tur ekan. Siz o'zingiz qilib yamsiz tomoqni? Bizdan qilib. 60 necha kirib turib aka tomoqni o'zingiz qilib yeysiz ekan. Alomat tirish yashavatibsiz lekin. Qo'shni qo'limla o bola bir ish vodisiga yaqinlab chiqib, nech pul birmat chiqib tursiz. Lekin olimdan. Tirishibsiz aka haqiqatan. Yo'lingiz qattiq yerim bo'lganda sizning. Voy, mana tasqatdim. Ha, Tarang qog'o tarangga yalini qo'llab. ayolingiz ketgandan keyin Bir oygacha. ha, Ashula balani ajitib tushungan akadab. Endi to'xtanim tag'i yana hozir qutullarni qilgan yana burun balani otishga ha. yetmaydigan qarang. Men salom olib qolay dedingiz aka boyama. Ich pushqga yomon. Hozir ham uning yolg'izlik qilibsiz. Ayolingiz tugab ketgandan keyin xotin olmaganda qilasiz. Bu ishlarni o'tab ketayotgan yo'lingizda yerim qilmang aka. Hozir sizni bir operab, chas saqallaringizni pokiz bir yastab, ustingizga yanadan bir kiyim kechakni ilib, sizlar bir paranglashib, tomoq yeb aka. Ben operab qo'yay. Aka, ayolingiz tugab ketgan vaqtda hozir o'g'limiz necha yoshga kirganda? 6 yoshda. Aka, o'zingiz bir cho'ng qilibsiz ha balani. Bir balani cho'ng qilib qo'yg'uchi. Qancha jabon chekkansiz ha? Qilgan shu orqaga odammiz ey. Olti qo'ydim pul urtdi qarang. Kunlik ep. Ha. Etat. Baktım bu balını. Bek. Jabon cho'ng qilibsiz-da, dodi balangizni. Avusuz gidip. Nechaglik ya, jabon emas aka. Cho'ng aka. Chas saqalni bir yasab Hayır. Sizga uzatmay to'g'ri belgisini bosibsizlar. Mana telefon belgisi olmay taqtayni bir lambasi emas. Mana aka, ko'rdingizmi? Mana 0 degan gap aka, 0 ko'y degan gap. Hozir 0 ko'y bilan bir telefon erishdik. Men endi mana xalqan bir telefon tanlaymiz. Uni qablama telefon, har xil jo'n iPad degandek narsalar chiqdi. Xalqan bir telefon tanlab, hozir men mana qizil xatni bosamiz. Ism, telefon nomer, adresi ko'zib qo'ysak aka, 4 kundan 5 kungacha sap berdi. Hoşçakalın mükemmel rahmet. Ömrün uzun olsun. Taslandım mükemmel rahmet canım. Köyüne bana. Siz xush olgan bo'lsangiz bo'ldi aka.
Bizning maqsadimiz shu, boshqa maqsad yo'q. Oshxonaga kelibdi, bir tomoq yeb chiqaryapti. Tamam. Shu aka. Sizga ikkita go'sht bo'ladi.